Şoyu? Qaytib kelibsiz-ku. Nim bo'ldingiz? Ha? Yavrum oğlum. Yığlama ha? Tezden ha nim bo'ldingiz ha? Siz aytgan ahvol bak muhim. Hozirla jan shu yerda doklad qilay. Siz endi qanday qilay deyapsiz? Yurtimga ketmayman. Amsali oilasiga ketamsiz? Uyagim ketmayman. Amsi yaxshi. Yangliyo sizni vaqtincha bizning uyda tursin deydi. Maktabdagi ishlarga yordamlashing. Ma'qul. Şoyu? Menga bering. Hey, Şoyu. Men hozir Noyaga berib, Liyomiga imzo qo'ydirib, ochirish ketaman. Parva qilmaydi-ku. Yo'ldosh, tinchlikmi? Men Longyin yezliq mahkamaning boshlig'i Panlong. Bu tunishtirish xati. Gap qilmaysiz-ku. Buni aniq ko'rib oling. Uning ustiga imzo qo'ysangizlar, bizning ishimiz tugaydi. Aras, unutib qoptiman. Siz xat yozolmaysiz. Undaq bo'lsa, onunğa barmağınızı bassangızla bo'ladi. Endi bo'ldi. Bir mahal er-xotin bo'pti. Bu siz eng amroq puroqlik hozir.
Apa! Yarı çıkıp kaptı. Ağrımadı da qarab baqa. Egleme qarab baqay. Hiç vakası yok. Sığın eşip kaptı. Elik gapni aytmasam, yarı çıkıp kaptı ga. Qaysi gapni? Xo'xa menga Yomiga jazo hukm qilganligini eshitsam, yarı chiqdi degan. Nim dedi ha? Nima? Yo meni kesibdimi? Yomi mashinaga o'tirib ketdi. O kimning mashinasiga o'tirib ketdi? Azatliq Armiyning. Ozatliq Armiyning? Oy, peshonasini yomondaq ta'tirdi. Bu pandumchak degan haromlik o'zining xudoligimi deyizlik qildi. Pandimchak shunday qildimi? Hey! Pandumchak degan haromlik. Men uni bilan elishiman. Dadisi, bormislar? Uni bilan elishiman. Dadisi, bormislar? Bormislar. Bo'ldi. Ishlar chiqdi. Meni to'sib olma. Meni qo'yib et. Sen varsa, dadangni ko'tarib ol. Men uni bilan elishiman. Dadisi. Uni bilan elishiman. Pandumchak degan haromlik. Men seni o'ldirib Dadisi, etaman. bo'ldi qizlar. Men seni o'ldirib Dadisi. etaman. Pandumchak Bo'ldi, dadisi, bo'ldi qizlar. Men seni jahannamga Dadisi. sürtmem. Ulan bilan elishman! Elishman! Xotin! Xotin! Uyga ketib, birga yataylik, ha? Xotin, baqildan, ha? Uyga ketaylik, ha? Uyga ketib, birga yataylik, xotin, ha? Baqildan, xotin, ha? Xotin, baqildan, ha? Ha? Shoyi, sizni izlamagan yerim qolmadi. Men noyilik turmaga bordim. Qarang, Liyaomey mening bu ajrish iltimosimga barmog'ini bosdi. Endi uningdan rasmiy ajrashdim. O'g'ilchaq, Kim sizlarning ko'g'ilka? Men sizlarning Yaomeydan rasmiy ajrashdim. Mana suchtimiz qolmadi. sarang odam o'chirishdi. So'ra odam ajrashmaydi. Qarang, Shoyi. Buni, aka, berib. Bermayman. Berib deyman. Bermayman. Bermayman. Berib. Beradigan bo'lsa askar chaqirib tutqizib bitaman juma. Pandimchak degan aramni. Ha? Sen meni tillavatsin ha? Xotinimga bunday yuzlik qildi. Kim shundoq dedi? Opam dedi. Sen bilan elishman. Bu sana. Sen bilan tang turmayman. Meni qo'yver. Nima ish qil? Qo'yver deyman. Qo'yver. Sana. Meni tushirib. Ne qilsa, meni tushirib deyman. Meni Sen bilan elishman. Ne qilmoqchisan? Sen bilan elishman. Ben qiziq bo'ldi. Ben qiziq bo'ldi. Ben qiziq bo'ldi. Palo. Yaringiz qandaqroq? Gamshuji. Sizlar zada nima bo'lishdinglar, ha? Bu sarang meni ko'tiribla pokliq daryo qilib tashlab etdi. Shuning bilan men Bo'ldi. Xotirjam davolaning, ha? Mahkamaning ishini dingdan ishlab turadi. Shundaq pallon, xotirjam bo'l. Mahkamaning ishlariga men bor. Gamshuji, men ishlayman. Necha kundir doktorxonadan chiqib obdan ishlayman men. Bemorni orom olib qo'yinglar. Ma'qul. Siz obdan aram eling, ha? Qo'yish amsa. Janshuji. Sen ovozini qanday bir taraf qilamiz? Men bir amal topdim. Leyla Oshan, yezliq mahkama muzokara qilish orqali sen ovozini ro'y kasallar doktorxonasida bir mazgil davolatishni qaror qildi. Ha? Sen vazini ro'y kasallar doktorxonasiga olib qo'yamsizlar? Ha? Ataqtada demisimi bu uninga foydaliq. U uyaga borsa bexatar bo'ladi. Ma'qul. Tushundim. Endi siz apranglar. Tushungan bo'lsangiz yaxshi. Bo'ldi, mening ishim bor. Men meni yuray, ya.
Ailemiz endi butunlay tugashdi. Avazı öldü. Yavmey qamaldi. Şauyumi ketdi. Birla ahli joyida bo'lmagan Sanvazli qolgan. Uni Ro'y kasallar doktorxonasiga olib berdi ekan. Ailemizning umidi endi shu davozdilik qoldi. Sizlar onunda ümit kütüp otamla. Emiz kimden ümit kütümen? Cemiyetimizden çırığını davazlı yandırıp tura alaydı. Lekin o hazır kompartiya bilen karşılaşıp atsa. Kompartiya bilen karşılaşsa onun ölümden başka yolu yok. Kamlaşmadı. Tak çıkıp onu tapımen. Onu tapamsız? Ha? Tak çıkıp onunla hakikat kayıtışını hem de herkes kompartiya bilen karşılaşmasını tapılaymen. Atakta da Ha. onun qayerligini bilemsiz. Ötkende o bana Fuşan ibadetxanası turvatımız diyen. Baman atakta da xatarlik. Nemiz xatarlik ulattı. O diyen başlık, çoğun etraf başlığı, ben onun dadısı. Ulamin nimplala etti. Bağımısam çatak oludu, cezmen barı men. Bağımısa cemiyetimizden nesli kurup gidiyordu. Atakta da bu bek çoğun iş. Yaxşı dingdan bilen can şujiga aniq aytding. Hazırqı salaytınızı unutup qalmang. Ularning ma'qulligini eling. Yo'q. Lilo shan bas olmaydi. Liloda vafodar o'g'il bo'lsin-mu? Lekin bu siyosiy istiqbolga taqildigan cho'ng ish. Dotsning gapini anglish tez. Biz Van Yozulni evatdik. Lilo shan berib planimizni buzsa olmaydi. Tushundim. Atakta da Candagoy to'g'ri debdi. Siz yashinib qoldingiz. U banditlarning o'g'isi. Siz basimiz bo'lmaydi. Esta, ailemizden birden bir ümidi davazda kaldı. O bo'lmasa yaşığınımdan nemigi paydası, nemigi ümit bağlayman. Dadısı, gep anısla. Atakta da hukumat bilan Candagoyning gapini anglang. Ma'qul. Hükümetinin gipini anlay. Candagi'nin gipini anlay. Tak çıkmay bo'ldi. Atak kızım. Atak kızım. Atak apa? Atak kızım. Atak dadınız tak çıkıp gidipti. Lilo shannize Fushan ibodatxonasiga ketganini. O Lilo'dan qo'dab kelishini o'ylayotdi. Asta. U bo'lsa Van Yozulga ovochiq deb berdi. Ish bu yerga yetdi. Endi gap Van deganning parastiga bog'liq. Lilodaga taqobil turish o'ng'ay. Jonjan Jongtongning ishpiyoni. Van Yozul uningga tankilanmaydi. Herkes ok çıkamağla. Ben sizlerinin Li etret başkanlarını izlep geldim. O benim çoğu oğlum. İsmi Li Yanfu. Li Bigim kende. Ha? Li Bigim. Merhamet. Kani merhamet. İlav Jango. Oy. Van çoklar. Günün obdayken ha. Deke tapanç kıstırıp sen. Neymiş geldiniz? Neymiş geldiniz? Ben senin atak kıynatan, büyük tirikliğini bilgili geldim.
o'lgan bo'lsang, nechdan so'ngki uni bosimi ep ketib, ota qizimga endi boshqa erga teging daman deb kelgan. Voy, aljib qaldingizmi? Jondan o'tkidek gap qilsiz ha? Ha? Dada, nima ish keldi? Davozi. Dada, yig'ini savchu. Yig'ma, yura, o'jlanib kirgin. Liloşen tazı qamlashmagan chog'da keldi. Hey, bundan keyin ishkimiz gap so'z sherkatda zarracha chandırib qo'ysag'am bo'lmaydi. Chandırib qo'ysak kallimiz ayrilib qolamiz juma. Unutib qolma. Əmisi, mən qaçıb bo'lib olay. Buningda teximi chinib qoladi. So'zlaydigan chog'da ovozni qo'yib kuchab so'zla. So'zlamaydigan chog'da bir eg'izmi gap qilma. Qandaq chaqda so'zlash, qandaq chaqda so'zmaslikni men bilmayman. Chiroyim qarab ish qilmamsa. Ma'qul. Dada, qandaqmi haqiqatga qayta olmayman? Nemishqa haqiqatga qaytanmaysan? Hey, odamlarni tog'dan boshlab tushib, kompartiyaga qurol topshirsan. Vang cho'qirmi burun mushundaq qilgan. Haqiqatga qaytish degan mush emasmi? Asta dada, olajib qoldingmi? Vang cho'qir qandaq kunni ko'di? Ha? Yana bizning sepimizga qo'shildi-ku. Ay, men buni bilmamdiman. Vang cho'qirni sizlar tutib akkeldinglar. Yo'q, ay. Vang cho'qirni ko'mmislar qamab qo'yibdi ekan. Biz uni qutqizmasak, u jinidan ayrilatdi. Asta. Davozi. Bizning jamiyatimizdan hozir yolg'iz senli qolding. Bunda halokat yo'liga mansang, li jamiyatimizning nasli qurib ketadi degina. Şefogan. Bu yerda nima qilyapsiz? Atraf boshlig'i Libigim kelibdi. Men qipagidek ish bormikin deb keldim. Ha, ish bo'lsa sizni chaqirman. Hop. Oy, Vang Bigim, kelibsizmi? Liyatrat boshlig'i. Men sizning dadingizni, mening ota qaynotamni yo'qlab keldim. Uning bir pulga aroq olib keldim tehi. Kiring. Ma'qul. Liloşen. Qarang, aroq keldim, aroq. Sizga harduq beray, ha? Vang cho'qir. Men jonni olqon ep qo'yib seni qutqizgan. Bunda qilishing barhaq. Astaysiz, barhaq. Dada, tog' so'q, buni kiyib ol. Ha, ma'qul. Vang Bigim. Dadam g'amira bulang. Mening ozroq ishim bor. Ma'qul. Ma'qul. Hey, Davozi. Sana aytgan gaplarimni obdan o'ylab baqjuma. Ha, ma'qul. Ha. Liloşen. Deme. Siz bu yerga nima deb keldiniz, ha? Nima deb kelsam, sening nima koring? Bilmem. Siz hergiz sebepsizler takı çıkmayısınız, ha? Men Davozni yo'qlab keldim. Yalgan. Yolg'on so'zlimidin? Nimişki kelgininizni bilemem. Emizligine. Men nimish keldim. Siz Davozga yo meni qutqizib ol deganlik keldingiz. Ha, shundoq. Yo men hozir Nanay bozordagi turmaga qamoqliq. U yerda azatlik armiyaning jihi qismlari bor. Turmani qattiq
saqlaydı şundak bu. Bu qarab turib davozni o'limga tutib bag'ringiz bo'lmay nima, ha? Liloshan. Astavang cho'qor, bizning oilaning ishiga sen aralashma. Yovmay sening qizing bo'lmagandikin, uning ishing og'rimaydi-da. Lekin davozi gapimni anglamaydi-da. Xata. Siz bu ishni deb taqib chiqmadingiz. Emisligina. Ben qaysi ishni deb taqib chiqdim. Ko'nala sunğanchini o'rniga kelmaydi debgan. Men sizning ko'nglingizni obdan bilaman. Siz davoziga xatarga tavakkul qilib yovini qutquz demaysiz. Bu mijozingizdan hargiz undaq demaysiz. Nima ish qildingiz? Men seni yo'qlab keldim. Ay, meni yo'qlab keldingizmi? Meni yo'qlab nima qiladingiz? Ay, Cho'qor, dapaqa. Ota qizim bilan xotirjam yashashni o'ylamsan, o'ylamamsan? Qanday sizga o'ylamay? Unda bo'lsa, yaxshisi Kompartiyaga o'zingni ma'lum qilib, hukumatdan kengchilik qilishni tila. Shu chaqda istiqboling bo'ladi. Men shu istiqbolimni deb cho'ng o'g'lingiz davosi bilan cho'ng ish tavirtay da'vatman bu. Hey, Cho'qor. Sen rostilla halokat yo'lida ma'amsan. O'g'lingiz bilan cho'ng ish tavirchim o'lim yo'liga manganlikmi? Shundaq bo'lmaychi, bu jon ketadigan yo'l deyman. Nima kulasan? Siz hammaga iniqli devatdingiz. Men qaysi gapni iniq devatdim? Liloshan, menden yürümen demem. Siz de baya seni yoklap geldiğim deysiz ha? Siz ülüktürügüm ki ko'ngil bilemsiz. Siz davozni haqiqatga qaychiq da'vat qilib keldingiz. Bo'ldi, Cho'qor. Sen jinni usulga solalaysan, sendan yuşurmay. Biroq boyiqi gaplarni hech kimga aytmagan, ha? Teslim bo'l deyli keldingizmi? Shundaq. Sizni Jangdaguy evetdimmi? Hay, yo'q. Jangdaguy meni bormang degan, o'zim qichib keldim. Astagfirullah. Siz nimani? Cho'qor, men qandoqman? Ervozi o'lib ketdi, Savvozi sarang, birli davozi qoldi. Uning jonini saqlab qolmasam bo'lamdi. Qamizi davozini deydi. Hey. U nima de? Albatta o'lmaydi. Bu salaydi bilan, ha? Kompartiya taslim bo'lsa-mu, ular uni hargiz bo'sh qo'ymaydi. Cho'qor, men faqat tushunmadim. Sen nimishqa ular bilan birlashib, kompartiya bilan qarshilashsan deyman. Bunu tushunmaydigan nari bor. Ko'nala, ha? Akang kimni az yengan shu debdiki. Meni bu yerga sizlarning davozi kelgan tursa, men u bilan qanday qarshilasha olayman, ha? Cho'qor. Ota qizim seni Lo'yin bozorda 4 ko'z bilan kutyapti.
sen onun bilen birga ötüşünü oylamsan, oylamamsan? Anlap durun. Ben fakat bu yerde obdan işlisem la, belkim yaxşı günge erişip kalamı. Hey, bu yerde yaxşı işlisem, sen ço, tuxumni taşq urgandek iş qilib etibsan. Siz mening gepimning ma'nisini faqat tushunmadingiz deymi? Mening demoqchi bo'lganim bu yerda cho'ng ish tavratsam la, andin mening chiqish yo'lim bo'ladi. Hey, cho'ng ish tavratsam, Manchoqor, ikkimiz kompartiya adablaydigan odamlar. Lekin ko'nglimga ayon, kompartiyaning o'li Po'latdek mustahkam. Mushu bir nechala kompartiyani og'dirib o'talamsizlar. Yaxshisi bu niyatingdan darhol yon. Qallangiz faqatli ishlamaylik. Gapimni faqatli tushunmayapsiz. Manga beshingizni qatirib yurmang. Bu yerda siz choy ichib ketadigan daq choyxona qilib qoldingizmi? Davoz bilan mushundaq gaplarni qilishib, yana teqi katkingiz kelsa, peshingizni qiqla ketalamsiz siz? Nima? Bizning davozi bu yerda hammadan cho'ng amaldor. Kim meni birim qila oladi? Amiz qarab turing. Qatbaqlash. Van Yozu'nun tağdaki ahvaldan habersiz kaldık. O Leyloshan'ga yardım beraman deb özünü aşkarlap koymisi bo'latdi. O aşkarlanıp qalsa, ecrimiz yo'q chiqadi. Men Noyiga yurib ahvolni doklad qilay. Yomon tarafni o'ylab qo'yayli. Vaqtingiz chiqsa, 3-jangini yo'qlab turing. U ansirmisin. Ma'qul. Lebigimning kelishi bilan kurash irodamiz texnik kuchaydi. Bu firqa davlatning qudratini namoyon qildi. Qani, ko'taraylik. Atki g'alba uchun. Qani, xo'sha. Dada, qo'rmiya. Hozir kelimdan tamoq o'tamdi. Bilaman. Taq chiqcha yerib ketding. Azroq bo'lsin yegin. Ha? Tamoq yeb bo'lib, men sizga amra bo'lay. Ay, kim seni hamroh bo'lsin debdi? Ha, ma'qul. Bo'ptamsa, ular bo'lsa, o'g'lingiz hamroh bo'lsin. Lebigim, sizlarga Yuanfu ikkimiz amra bo'laylik. Ha? Nima? Siz uni Yuanfu dedingizmi? Ha, uni Yuanfu deyman. Ha? Davozi. Ishkinglar. Ikkimizning ko'ngli pek yaqin. Rasma. Janjan qiz chaqchaq qilyapti-da. Hey, davozi, sen yaxshimanni o'ylajuma. Voy, Lebigim, meni yoqtirmaydigan o'xshamamla. Hey, yo'qsa. Siz degan Junto'ning odami, esilzodi qiz. Men sizni qandoqsiga yoqtirmay. Lebigim, esilzodi degan o'g'lingiz. Hozir u Shavjonliqqa o'stirildi. Onunga yaqinmi kelanmaymiz dehi. Nima? Sen Shavjon bo'ldingmi? Dada, shu eg'izdil tayinlab qo'ydi. Askarlikka odam tutgan chog'diki tayinnomidek. Ha, bu tayinnomini qabul qilsam bo'lmaydi. Haq seni hozir o'limga tutib beryapti-da. Dada. Siz bu mening jangovarligini suslashtiradigan bunday gaplarni qilmang. Vojoqor, men qalpoq kiydirmayjimi? Senze kompartiya kallangni olmag'ashqa, texi mening oldimda yo'g'on so'zlayaptam sen. Bundaq yo'g'onchiligingni ko'p ko'rganjimi men? Ya. Qalaymi so'zlayapsiz?
Van çoğur, sen xotunu ba adam, mening ota qizimni tul qo'ysang, bo'lmaydi juma. Buning abisi tul qolgan taqdirdimi? Buningga kompartiya sababchiga. Men kompartiyalar hargiz chiqishamaymiz azaldan. Van çoğur, sen kompartiya bilan qarshilashishni o'yinchoqlab qoldingmi? Sen o'lmagan taqdirdimi? Cho'loq yoki to'kir bo'lib qolasan. O çağda ata kızım seni bu soğusumu yol atmaydı. Vay neyim bozsam meyli, ben canımdan ayrılıp kalsam mı bunun herkes ökünmeyime. Bak Çokor, sen hazır ahlakın bütünley ezip sarı oldun mu? Sen kaçan oruç kıgan, kaçan adam öldürgen? Dada, sen bilmeysen. Bak beyim, adam öldürüşünü başladı. Ne? O adam öldürdü mü ha? Ha, kimni öldürdü? Lu Atret başlığını, Tatık'ını öldürdü. O münafıkla burunlu ölsü bulattı. Van Çokor. Bu kompartiyaga yardım qilganan qo. Nerede kompartiyaga yardım qilganlik o'zim bu? Ben Can Han kızga yardım kıldım, davazıga yardım kıldım. Şundak mı? Can Han kız. Nemandaq to'la gap qilsiz. Gap qilmay. Lebegim, kompartiyadan pek qo'rqib ketibsiz-da. Qo'rqdi. Shunda qo'rqdi. Yoki bo'lmasa, Nima? Nima deysiz? bo'ldi. Demayli qo'yay, desam atrof boshlig'ining yuzi tushib ketmasin yana. Nima yuzim tushib ketibdi? Dadamcho, asaldan qo'rqinchoq. Fo'shan ibodatxonasiga kelgandikin qo'rqinchoq bo'ladimi? Can Han kız. Gipiniz bo'lsa, gitmay, iniqdan. Lebegim, sizlar qizilishib ketmaganlar? Qizilish degan nima gap bu? Sizni kompartiya avatdimi deganlik. Bizning uydagi yolmay qamoqda yetyotidi. Arvozi o'ldi. Sen hozir ro'y kasallar doktorxonasida. Men bu qaytam bu yerga davozni yo'qlab keldim. Bizning uyda faqat mushu birli o'g'lim qoldi. Men uningga Dada, bo'ldi qil. Uningga bir ish bo'lib qilishidan asrayman. Mening umidim mushu o'g'limdan qoldi. Lebegim, xotirjam bo'lsizlar. Biz harakat qilmoqchi bo'lyapmiz. Jiang Zongsay helimi chandoda. O o'zi boshlamchi bo'lib, sapning oldida menib, bizga madad berib, qo'shinimizni yo'layotdi. Pat arada umumyuzli qaytirma hujum qo'zg'aymiz. Bizning bayrog'imiz jazman hamma yerda javlon qiladi. Qani, yana bir qadah ko'taraylik. Kelgusidagi g'alabamiz uchun. Xo'sha. Dada. Putuni o'g'lab qo'yay, ha? Davoza. Shuncha yildan buyon sirtda ishlab keldim. Bu menga tunji qatim vafodorlik ko'z tushim. To'xtat! Sizdan yuqoridan telegramma keldi. Tayyorlik ahvolimizni so'rabdi. Ularga ayting, o'z vaqtida harakat qilamiz. Hop! Qanday harakat? Dada, bu harbiy maxfiyatlik. Buni so'rmag'in, ha? Harbiy maxfiyatliging uning korimni namini. Anlab qo'y. Agar men vafodor bo'lsam, kompartiya bilan hargiz qarshilashma. Dada, ko'p so'zlamagina, ha? Can Han qiz, nima topshirig'ingiz bor ekan? Lilovshan bilan paranglashib beqing. U bu yerga nima deb keldi ekan? U aytdi, o'g'li davozni yo'qlab kelibdi.
Siz ishonamsiz? Sizchu? Ben albatta ishonmayman. Men ishonmayman. Sal turib, unidan nimlab kelganini men so'rab boqay. Yaxshi. Bir amal qilib, onunğa rost gapini aytqizing. Ma'qul. Lila o'shanga taqab turishqa xeli epim ba mening. Men chiqamsa. Bo'tsatva panoyingni saqlag'aysan. O'g'lim davosini tinch omon qilg'aysan. Jamoatimizning chirig'ini o'chirib qo'ymag'aysan. Bo'tsatva panoyingni saqlag'aysan. O'g'lim davosini tinch omon qilg'aysan. Jamoatimizning chirig'ini o'chirib qo'ymag'aysan. Bo'tsatva panoyingni saqlag'aysan. Bo'tsatva panoyingni saqlag'aysan. Va cho'qor. Sencho savobli ishlarni ko'proq qilg'in. Men azaldan savobli ishlarni qilyapman-ku. Savobli ishlarni qilay desang, bizning davozga obdan bir nasihat qilgin. U haqiqatga qaytsin. Jon-jonning jinozini ilishdan qo'rqmamsiz? Jon-jon mening jinimni olamda. Haddimi? Liloshlar, anlab qo'ying. Jon mening maxsus og'zingizdan gap ilish qavatdi. Ha? Yaxshi, darhol Lo'yin bozoriga keting. Bo'lmasa davozni baloq qo'ysiz, yeringizdami ayrilib qolasiz deyman. Lo'yin bozoriga ketmayman. Yordam qilmasang mayli. Yaxshi qilib bilmaydigan deb qiri. Hadidini eshibdi. Letter boshqa. Men buni Jon xon qiziga aynan ma'lum qilsam bo'lmaydi. Shunga men ranjiman, juma. Qani ko'rib boqay. Bu odamni nima qiladi ekan? Vuyu. Jon xon qiz. Da. Men Lila o'shan bilan ko'rishdim. O nima deydi? Lila o'shanning aytishicha, o'shu Liladani izlab kelibdi. O Liladani haqiqatga qaytishga da'vat qiladi ekan. Rasma? Siz nima dedingiz? Men uningga haramliq bu gapingizni hargizmi Jon xalqimiz anglab qolmasin. Anglab qolsa tugishsiz dedim. Onunğa demiş ki bundaq deysiz? Men muşundaq desemla ona anca buç qo'rqitqili bo'ladi emasmi? U buni Liyanfoq deb qo'ysin men. Opa. Men qadar gapdim. Mavlay. Bilim. Saran xotun. Men seni muşundaq askib ko'rsatmay shu. Libegin, shuncha sovuqda bu yerda yolg'iz o'tiriblig'i. Uyda yolg'iz o'tirib, ishim siqilib ketdi. Baya Vancho'qir sizga bir nima demagandi? Nima deydi? U gapimni xato tushunib qilib, bema'ni gaplarni degan o'xshaydi. Navoda ig'ir ketgan bo'lsa, ko'ngillariga olmasizlar. Bugun sizlarga nima bo'ldi? Sizmi mening oldimda chiroyli gaplarni qilyapsizmi? Nima bo'lsin, bizning munosabatimiz o'zgacha-da. O'zgacha? Bizning nima munosabatimiz bor? Buni yan fosiliga demadimi? Men tushundim. Jon xon qiz. Siz gapni aniq qilgandikin. Menmi ikkiz gap qilay. Bizning oiladan davozi qurol tutib, qilich o'ynatadigan askar bo'lib chiqdi. Men uni o'ziga o'xshash askarni elishni hargiz xohlamayman. Chunto'ning odamiga aralashishni texmi xohlamayman. Gapimni endi tushungansiz?
Vay. Kak bilan Zeynep'ni ayırıp item la. Ha, Kak bilan Zeynep'miş. Menimsiz. Kış günleri odam cho'qilaydigan yovuz qog'iga o'xshaysiz. Bizning arvozi sizga oldinliqla jo'l to'g'ib kirgan. Yavuz qag'iga. Maqtığanlıqlarga rahmet. Yavuz qag'i ekanligimni bilib turib, men bilan qarshilashyotam la. Hay, yo'qsa. Siz bilan qarshilashishga haddim yo'q mening. Biroq sizga rost gapni qilay. Men Davozni so'rab baqdim. Davozning ko'nglida sizga heliqidek hissiyot faqatli yo'q ekan. Yana kelib bizning Davozi nomi chiqqan vafodor o'g'il. Mening gapim uning uchun muqaddas yorliq. Tüy. Nima? Leyla öldürüp demsiz. Ha. Leyla o'g'ilni taslim bo'lishga undizmi? Leyla o da baribir uning gapini anglaydi. Cho'qin o'ltirsiz. Bo'lmaydi. Nemishqa bo'lmaydi? Ya agar Leyla da bilib qolsa, cho'ng chatoq chiqdi juma. Yushirin qo'l solsiz. Ya, buyruqingizga bo'ysunmayman. Uni o'ltirmasangiz jiningiz olimi? Ma'qul. Bugun kechda qo'l siling. Ma'qul. Agar chandurib qo'ysangiz, men sizga yordam beramayman. Ma'qul.
晓得风雨如何，谈笑个